Salom do'stlar. Sizlarni AI oson kanalida ko'rganimdan xursandman. Bugun ilmiy maqola yozishdagi eng katta xato va uni hal qilishning eng aqlli yo'li haqida gaplashamiz. Odatda hamma qanday qiladi? Avval mavzu topadi, o'ylab matn yozadi, keyin esa shu maqolani qaysi jurnalga topshirsam ekan deb qidirishga tushadi. Bu vaqtni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shu sababli men sizga mutlaqo boshqacha samaraliroq strategiyani taklif qilmoqchiman. Biz hali maqolani birinchi so'zini yozmashimizdan avval maqsadli jurnal tanlab olamiz. Nega? Chunki har bir jurnalning o'zining xarakteri bor, o'zining talablari bor. Agar biz jurnalni avval tanlasak, biz o'sha jurnal kutgan natijani bera oladigan maqolani noldan yozishni boshlashimiz mumkin. Hozir men sizga o'z tajribamda qo'llaydigan maqolaning qabul qilinish ehtimolini keskin oshiradigan usulni bosqichma-bosqich ko'rsatib bermoqchiman. Xo'sh, jurnalni qidirishni nimadan boshlaymiz? Scopus saytida minglab jurnallar bor, ularni birma-bir ko'rib chiqishga ko'p vaqtlar ketishi mumkin. Shu sababli bizga eng yaqin yordamchimiz sun'iy intellekt. Misol uchun Gemini'dan foydalanamiz. Ushbu sun'iy intellektdan foydalanish sirlaridan biri to'g'ri prompt yozish. Biz unga shunchaki jurnal top demaymiz-da, unga aniq vazifa beramiz, unga rol beramiz. Misol uchun menga maqolaning yo'nalishi raqamli huquq va sun'iy intellekt sohasidagi Scopus bazasini Q2, Q3 kvartilaga kiruvchi 5 ta mos jurnalni topib ber. Uni sayt skor ko'rsatkichlari, pullik, bepul maqolani chop etishga so'rov masalalarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Sizlarga tayyor prompt tayyorlaganman, uni izohlarda yozib qoldiraman. Mana ushbu promptimiz ko'rinishi. Avvaliga Gemini'ga rol berishimiz kerak. Unga biz rolni Scopus ma'lumotlar bazasi bo'yicha yuqori darajadagi ekspertligini, Scopus bazasidagi jurnallarni juda ham yaxshi bilishini aytib o'tamiz va unga talablarni qo'yamiz. Talablar shu ko'rinishda bo'ladi va unga vazifa beramiz. Vazifada menga Scopus bazasidagi indekslangan mos ilmiy jurnallarni topib ber deymiz va qidiruv parametrlariga yo'nalishlarni beramiz. Misol uchun huquq yo'nalishi, texnologiya, psixologiya, tibbiyot, IT va boshqa yo'nalishlardan birini tanlashimiz mumkin. Kvartilni tanlaymiz. Keyin ko'rsatib ketaman. Aytaylik, ma'no yo'nalishim huquq yo'nalishi va texnologiyalar birgalikdagi yo'nalishi kiber huquq sohasi. Shu sababli men huquq va texnologiyalarni tanlayman-da, mana qo'shimcha ma'lumotlarni o'chirib tashlayman. Qoladi. Kvartila menga hozirchasiga Q3, Q4 kvartila to'g'ri kelaveradi. Nashr turi open access, subscription farqi yo'q degan masalasiga uni qo'yib qo'yamiz. Bu jurnalni o'qiydigan odamlar uchun kirish imkoniyati. Bepul o'qiy oladimi yoki pul to'lab o'qish masalasi. Aynan arizani topshirish masalasiga keyingi parametr javob beradi. Biz bunga bepul parametrini tanlaymiz. Hududiy cheklov masalasiga bizga cheklov shart emas. Shu sababli istalgan davlatda global yo'nalishdagi jurnallarni tanlashingiz mumkin. Sayt skor masalasi kerak emas. Uni ham agar xohishga qarab qo'shib ketsa bo'laveradi. Bu ko'rinishdagi yana qo'shimcha asosiy masalalardan biri natijani jadval ko'rinishida berishini so'raymiz va jadvalda quyidagi ustunlar bo'lishini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Jurnal nomi, ISSN ko'rsatkichlari, raqamlari, kvartil, sayt skor, nashrotchi tashkilot, ochiq yopiqligi, summasi, maqolani topshirish narxlari, rasmiy veb saytini ko'rsatib berishni so'raymiz va muddatlarini bir nechta qo'shimcha parametrlarni qo'yib chiqishimiz mumkin va
yana bir asosiy mazmunlardan biri faqat rasmiy va Scopus bazasida haqiqatan indekslangan jurnallarni ko'rsatishini so'raymiz. Ma'lumotlar aniq va tekshirilgan bo'lishini so'raymiz. Va yana bir muhim qismi imkoniyat darajasida tezkor javob berish funksiyasini emas, o'ylab aniqroq ma'lumot berishni tanlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bajarishni bosganimizdan keyin bizga qisqa vaqt davomida natijalarni ko'rsatib beradi. Va natijamiz qisqa vaqt davomida o'ylab, analiz qilib, bazalarni bizga quyidagi javobni beradi. O'zini shaxs sifatida Scopus bo'yicha ekspert deb hisoblaydi sun'iy intellekt va bizga shu ekspert sifatida javob qaytarishga harakat qiladi. Ushbu jadvalimiz bizga bir nechta so'ragan parametrda jurnallarni taqdim etdi. Bu yerda jurnal nomi, so'raganimizdek ISSN raqamlari, kvartillari, size score, schart ko'rsatkichlari, nashriyot, jurnalning ochiqlik, yopiqlik yuzasidan ko'rsatkichlari va narxlari. Shunday qo'shimcha ma'lumotlar o'ng tarafga sahifani o'tkazishimiz yaratilgan jadvalni boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishib chiqsak bo'ladi. Shu ma'lumotlarda biz so'ragan, aynan qiziqtirgan maqola berish turimiz bepulligini ko'rsatib o'tadi va agar bironta narxlar bo'lsa shu yerda ko'rsatiladi. Veb saytlariga havolalar, maqolani ko'rib chiqish muddatlari va predatory degan yo'nalishdagi jurnallar emasligiga qandaydir asos ko'rinishida bir qancha tahliliy yozmani ko'rsatib chiqadi. Bizga endi naqadar tanishib chiqamiz ushbu jadvallar bilan. Menimcha ko'pchilik uchun muddat katta ahamiyatga ega, shu sababli menga ko'zimga yaxshi ko'rinayotgani mana bu 2-4 oy ichida ko'rib chiqish muddati meni qiziqtiryapti. Jurnal nomi Journal of Intellectual Property Information Technology and E-commerce Law. Hisobda men so'ragan sun'iy intellekt yo'nalishi, texnologiya va huquq yo'nalishiga to'g'ri keladi va bizga Gemini Q3 kvartilada bo'ladi. Mana bu ISSN raqamlari va bepulligini va saytga havolasini ko'rsatmoqda. Biz ushbu havolaga kirishga harakat qilamiz. Shuni bosganimizda aynan bizni shu jurnalni rasmiy saytiga yuboradi. Ushbu sayt bilan biz tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agar ingliz tiliga qiynaladiganlar bo'lsa, Google brauzerini o'zining imkoniyatidan o'zingizga qulayroq tilga o'zgartirib olishingiz mumkin. Misol uchun menga rus tili ancha tushunarliroq bo'lganligi uchun rus tiliga ko'proq o'zgartiraman. Bu yerda jurnal haqida ma'lumotlar bor. Ko'rib chiqamizda va aynan jurnal qachon tashkil topgan, nimalar haqida yozadi, qanaqangi talablari va shunga o'xshagan ma'lumotlar bilan qadar ko'rib chiqamiz. Yana bir bizni qiziqtiradigan ma'lumotlar bu chiqarayotgan maqolalarini soni, bir yilda necha marta chiqarishini ko'rishimiz mumkin. 2025-yilda 3 ta son chiqarishibdi. 2024-yilda ham 3 ta son chiqargan. Bu degani bir yilda 3 ta son maqolalar to'plamini chiqarar ekan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Endi sayt bilan tanishib chiqdik. Undagi ko'rsatkichlar, har xil ma'lumotlarni ko'ramiz. Har bir jurnallarni odatda ISSN ma'lumotlarini, raqamlarini oxiriga qo'yib chiqishadi. Shu ISSN raqamini bizga Gemini bergan ISSN bilan solishtirib ko'ramiz. O'sha bilan bir xil bo'lishi kerak. Bir xilligini ahamiyat berib, ana endi ushbu jurnal haqiqatan ham Scopusda joylashganmi, yo'qmi, Scopus bazasiga kiritilganmi, indekslanganmi degan ma'lumotlarni oldingi videorolikimizda ko'rsatib bergan resurslar orqali tekshirib o'tamiz. Bizga bunga bu holatda jurnalni nomi yoki osonroq ISSN raqami foyda beradi. ISSN
ko'chirib olamizda va uni Scopus bazasida tekshirib ko'ramiz. ASN bo'yicha qidiruv beramiz va ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, Journal of Intellectual Property Information Technology and E-commerce Law degan jurnal haqida ham Scopus bazasida topildi. Uni ichiga kirib ko'rishimiz mumkin va sayt kod raqamlari, xavfli ma'lumotlari haqiqatan ham indekslangan holatda turibdimi, aktiv holatda turganligini shu yerdan aniqlik kiritishimiz mumkin. Yana qo'shimcha ikkinchi saytimiz bu Skimago sayti. Unga ham ushbu ASN ni kiritamiz va ushbu saytda ham tekshiruvlarni qilishimiz mumkin. Germaniyaning Digital Peer Publisher litsenziyasi bilan qilingan ekan. Nashriyotchisi shekilli. Nashriyotchisi. Bu yerda ham ma'lumotlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerda lekin e'tibor bering, Q1 darajasini beryapti, lekin bizga Q3 deb bergan. Endi buni tushuntirish masalasi. Bitta jurnallar bir necha yo'nalish bo'yicha kvartira olishi mumkin ekan. Aytaylik, sohasi bor yoki texnologiya sohasi bor. Ichida texnologiya sohasida Q3 da bo'lib turib, sohasida Q1 da ham bo'lishi mumkin. Skimago ancha eng yuqorisini hisobga oladi va Q1 deb ko'rsatyapti. Bizga muhimi har bir sohasi umuman ushbu jurnal Scopus bazasida indekslanganligini biz amin bo'ldik. Qo'shimcha ma'lumotlarni ham shu yerda ko'rib tekshirib oldik. Shu tariqa menga bu jurnal ma'qul keldi va undaga xohishga qarab turib qolgan ma'lumotlarni ham, qolgan jurnallarni ham tekshirib chiqsanglar bo'ladi, xuddi shu usulda. Lekin menga mana shu jurnal ancha qoniqtirdi, menga to'g'ri keladi va o'zimni maqolamni ushbu jurnal talablariga mosroq ko'rinishda qilishni harakatini qilaman. Bugungi videoyimizda ko'rsatib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi videolarimizda ushbu jurnallarni talablarini olishni, u talablarini o'rganib chiqish, tahlil qilish va shu talablar asosida shablon yasashni o'rgatishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Videolarimiz sizga yoqyapti degan umiddaman. Kerakli promptlarni qo'shimcha ma'lumotlar sifatida videoni pastki qismiga kiritib chiqaman. Hammaga rahmat. Kanalimizni kuzatib boring.